Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, sana obunachilarimiz. Bugungi bizning mehmonimiz Samsung A13 degan telefon. Bu o'sha binari deydi, o'sha binarini 11-siga o'tib qo'ygan. Binari 11 ga o'tib qo'ygan, ya'ni Android 14 xavfsizlik tizimi 2025 bo'lib qolgan. Xullas kalom. Mana bunaqa ko'rsatamiz. Mana xavfsizlik tizimi. Mana Android 14. Mana o'sha binarini mana 11 bo'lib qolgan mana. Binari 1, 2, mana B deydi, 11 deb aytadilar. Binari 11. Demak, buni faqatgina ICP ulash bilan yetish mumkin. Boshqa hech iloji yo'q. Shuning uchun biz mana Medusa Pro'miz bor. Medusa Pro'ga telefonimizni ulab olganmiz. Mana ulangan turibdi ICP mana. Buni ulash nuqtalarini ko'rsatamiz mana. Berneoda o'sha mana bu yerda mana bo'limchasi bor, voltaga degan joyda mana o'sha data 0 keyindi bu e'tibor qilamiz, bu chipset M2 bo'ladi, MediaTek protsessor bo'ladi. Buni keyin 137 si bu. Endi e'tibor qilsanglar mana shu 137 mana. 137 si M2 protsessor bo'ladi. Unisi Exynos bo'ladi, Samsung uchun chiqarilgan bo'ladi. Demak, masala shu, o'sha versiya ko'tarilib ketgani uchun ICP ichidan boshqa variant qolmagan. Biz ICP ulab olganmiz. Demak, Medusaga o'tamiz. Demak, o'chiraveramiz eskisini va connectni bosamiz, ulandi. Mana ma'lumot o'qiyapti. O'qib bo'lindi va Medusani o'zida ham mana o'sha factory bo'limidan oddiy unus degan joyi, Fairp degan joyi bor, ichamiz. Endi har ehtimolga qarshi mana doni bo'ldi, yana bir narsasi bor Samsunglarda. Medusa Pro'ning sal kuchsiz taraflari bor. Shuning uchidan biz to'g'rilamiz. Mana e'tibor qilsanglar, mana represent degan fayl bor, o'zi 512 kilobayt bo'ladi. Shuning ichida Google akkauntni ma'lumotlari saqlanadi. Shuning uchun o'shani mana bu yerda erased patent qilib yuboramiz. Mana bu yerda mana bo'ldi, patent erased bo'ldi. Medusani o'chiramiz. Manaki ko'rib turibsizlar. Endi qolgan joyini shu telefonimiz mana endi yig'ish jarayonini yana bir video qilamiz. Mana yig'ish jarayonimiz. Demak,